Ahad Qayum faoliyatini to'xtatgani rostmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. She'riyat, kino va seriallar yo'nalishida ijod qilib kelgan Ahad Qayum faoliyatiga oid kutilmagan qarorini ma'lum qildi. Ijodkor ijtimoiy tarmoqda e'lon qilgan videosida endi kino sohasida ishlamasligini aytdi. Uning bildirilishicha, ayni paytda sog'lig'i bilan bog'liq bir nechta muammo mavjud. Shu sabab unga tajribali va malakali shifokorlarning yordami kerak. Ahad Qayum bu haqda yaqinlari, jumladan ota-onasi ham endi xabar topayotganini qo'shimcha qildi. Ijodkor so'nggi 25 yil davomida unga hamroh bo'lgan o'zbek xalqi, do'stlari va muxlislariga rahmat aytdi. U barchadan o'zini ehtiyot qilishni so'rab, ularni sog'inishini bildirdi. Yo'limiz shu yergacha ekan, meni unutmanglar, degan Ahad Qayum bu murojaatni PR sifatida qabul qilmasliklarini alohida ta'kidladi.